Leksiyalarımızı devamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün Çeysak 2020 yıl 7. ayının 18. günü heptiki şembe. Endeki mavzumunda vatandaş Amerika Koşmuş Ştatları Adliye Ministerliği Cungunu umumi yüzlük ayıplidir. Bu soğuk münasebetle uğraşa yarlığı çergellik mi? Mavzulu haber 7. ayının 18. gün Amerika vazdan Xitay til programımızda ilan kılındı haber. Bundak başladı. Washington, Cungo Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da yığıveliş lageri kurup çıktı. Başka dillarının yaki dini itikadqa ziyankeşlik kıldı. Jukumluk virüs ahvalını yoşurdu. Aklimlik hukukunu uğurladı. Hong Kong'cu devlet bexatarligini mecburi yolga koydu. Cungo'nun bu hareketleri Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin yukarı derecelik emeldarlarından qayta tenkit kılışı koşturdu. Amerika Koşmuş Ştatları Adliye Ministerliğinin ministeri Perşembe günü yani 7. ayının 16. günü Del Cungo'nun her xil kılmışlarını keskin tenkit kılıp kişilerine Minister Barr'ın sözlügen notku yani Adliye Ministerliğinin sözlügen notku Adliye Ministeri Barr'ın sözlügen notku Cungo'ga umumi yüzlük soğuk münasebetle uğraşı yarlığı çergellik mi dep oylanışqa yetekledi. Minister Amerika Koşmuş Ştatları Adliye Ministerliğinin ministeri Barr 7. ayının 16. günü Michigan ştatında sabah prezident Port Körgezmexanasıda notuq sözlügende mundaq ko'rsatdi. Rekabet sorununu üzerinin menfaatine paydalı kılıman desen, Cungo Kompartiya hükümetinin bir qatar bulanç karakterlik, belki daimi kanunsuz taktikillerini puxta egallishing kerak, yoki bilib turishing kerak. Yo'lni pulni kontrol qilish, kechiringlar, tamojna beji, norma belgilab berish, devlet yetakchilik qilgan strategik mablag' sarflash, setib elish, o'g'irlik qilish, aqliy mulkni o'tinib berishga majburlash, davlat qo'shimcha qo'shib berish, to'kma qilib setish, internet hujumi qilish va sanoat ishlab chiqarish josusligi bilan shug'ullanish va hokazo. Müşlarning hammasini Cungo qilib atadi. Adliye Ministerliğinin ministeri Barr mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shmuş Ştatları Adliye Ministerliğinin ministeri Barr mundaq ko'rsatdi. Cungo Kompartiyasi dal hozir umumiy jamiyat bo'yicha iqtisodni chaqmoq tezligi urushi qo'zg'ab, dunyoda allaburun demokratik askerler zavodi nomiga erishgan Amerikanın rahbarlik o'rniga o'tivelishga urinmoqda. Shu orqali Cungoni dunyo miqyosida mustabidizm ishlab chiqaruvchi zavodga aylantirmoqchi bo'lyapti. Bu nutuqdan keyindeki stratejik o'ylashish, yani Amerika Qo'shmuş Ştatları Adliye Ministerliğinin ministeri Barr'ın sözlügen notqının keyindeki stratejik o'ylashish. Siyaset analizchileri mundaq hisobladı. Minister Barr'ın bu bir parça notqi shaxsning qiziqishi bo'yicha o'ttirib qo'yilayotgani yo'q. Belki Amerika hükümetinin Cungo to'g'risidagi strategik tafakkurini aks ettirib beryapti. Bir necha haftadan beri Amerika Qo'shma Shtatlari Cungoni tanqid qilishni kuchaytirdi.
Aksaray Devlet Bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien Jungo Kompartiyasining ideologiya formasi va yarışarıga qaratilgan qora niyati to'g'risida to'xtaldi. Amerika Federal Tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray bir qatimliq nutqida Jungo Kompartiyasining yovuz va qonunga xilof harakatlar orqali o'zining qora niyatini ishga oshirish jihatda qandoq urinayotganligi to'g'risida to'xtaldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo o'tgan hafta Amerika va erkin dunyo duch kelgan xarajlar to'g'risida to'xtaldi. Washington bilim xazinasi an'anaviy fondi Osiyo tadqiqot markazi mudiri Walter Lockman Amerika ovoziga mundaq dedi. Gerçi Amerika Jungo munosabati bizning saylamdagi cho'ng mavzular bo'lsa-mu, lekin nazar Jungo bilan bo'lgan to'qinishni hargizmi Amerika hukumatining siyosiy tuzumi keltirib chiqargani yo'q. Belki Jungo'ning siyosiy tuzumi hamda Jungoliklarning bizni o'z ichiga olgan boshqa davlatlar manfaatiga tajovuz qilganligi keltirib chiqardi. Modern mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati boshqa o'tgan hukumatlarga selishtirganda texmi qattiq iroda bog'lab Jungo'ning har xil tahdidlarga taqobil turishni qaror qildi. Washington bilim xazinasi Wilson xalqaro ilm markazining mudiri Robert Daly mundaq hisobladi. Minister Barning bu bir parcha nutqi Jungo'ning eg'ir strategik tahdid ekanligiga Amerika xalqini ishontirish va qoyil qilishdan iborat. Mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikaning geopolitik siyosat sohasida duch kelgan xarajlar. Prezident Trump hukumatining Jungo Kompartiyasini ko'plab tanqid qilishi to'g'ridir, balki xili burunli shundoq qilishi kerak edi. So'q munosabatlar urushi qayta boshlandi, kichik mavzu. Minister, Adliya Ministerligining ministri bor mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungo'ning qora niyatiga javob qaytarish navbatdagi eng muhim masalalarning biridir. U mundaq murojaat qildi. Erkin dunyoning o'zining jamiyat shakli bo'lishi lozim. Davlat va xususiy organlar zarur ish taqsimotini saqlash bilan birga o'rtaq hamkorlashib, tizginlashga qarshi dunyo iqtisodining yuqori pallasidagi raqobatda g'alabani qo'lga keltirish lozim. Sharqiy Osiyo bexatarlik markazining mudiri Mankurman professorning kechiringlar. Sharqiy Osiyo bexatarlik markazining mudiri McCormack professorning qarashicha Adliya ministri Barning bu qatam so'zlagan nutqi bir maydon so'q munosabatlar urushi yoki shuning o'xshab ketadigan bir maydon so'q munosabatlarning yetib kelishidan darak beradi. U mundaq ko'rsatdi. Jungoliklar so'q munosabatlar urushini olib ketishini tashabbus qilyapti. Lekin boshqa taraflarda Jungo o'zi so'q munosabatlar urushiga eg'iyapti va berilyapti. McCormack mundaq ko'rsatdi. Yangi so'q munosabatlar urushini talab qilish sadolaridan ansirayman. Bu o'ng'ayla bevosita to'qinish qilib bordi.